Nemanchi qilamiz beshimizni og'ritib, kelgusini Allohga qo'yamiz, tavakkul qilamiz. Tavakkul qilish muvaffaqiyat qozonishdagi muhim bir omil. Biz musulmonlar uchun ilib aytgan vaqtimizda tavakkul qilish bir ibodat va iymonning alomati. Ammo jamiyatimizda bir qism kishilar kelgusi ustida o'ylanib, tafakkur qilib, kelgusi uchun o'zi qila oladigan ish harakat va sabablarni qilmaydi ekan. Sababi kelgusini Allohga qo'yamiz, Allohga tavakkul qilamiz deb, o'zining tirishmasligini, sabab qilmasligini, g'ururligini Allohga tavakkul qilish deb tushunib qolgan ahvollar bor ekan. Amaliyotda Qur'on Karimda kelgan hadisda bayon qilingan sahobalar tushungan tavakkul qilish hukmi buning bilan tamamen zid keladi. Haqiqiy tavakkul qilish barliq ishlarimizda qalbimizning Allohga bog'lanib, Allohdan boshqa hech kimning bizga foyda ziyon sala olmaydiganligiga ishonch qilishdan iborat qalbimizda bo'lgan bir e'tiqodni ko'rsatadi. Shuning uchun musulmon deydigan, qiladigan barliq ishlarida Allohga tavakkul qiladi. Ya'ni qalbini Allohga bog'laydi. Bu hech qachon sabab qilish bilan zid kelmaydi. Balki sabab qilish tavakkul qilishni to'liqlaganlik va tamomlaganlik. Ammo bu yerda saqlanishga tegishli bir ish qalbimizning Allohga emas qilgan sababimizga, harakatimizga tayinib qilishi va bog'lanib qilishi. Biz qalbimizda Allohga tavakkul qilamiz, bu orqali iymonimizni mukammallashtiramiz, harakatimiz orqali sabab qilamiz, bu orqali Allohning buyrug'ini ijro qilamiz. Alloh taolo nurg'un oyatlarda tavakkul qilishga qiziqtirgandek, yana nurg'un oyatlarda kuchimizning yetishicha sabab qilishga qiziqtirgan. Masalan, Alloh taolo sura Tavbaning 11-oyatida dushmaninglar uchun urush qilish uchun kuchinglarning yetishicha qoral kuchi jang etib tayyorlik qilinglar deb buyruq qilgan. Undan boshqa Alloh taolo Hazrat Maryam ojiz kasal holatida Hazrat Maryamga rizq berish uchun bir sabab qilishga undab, Alloh taolo Hazrat Maryamga "Xormini o'zing tarafga irg'itqin, xorma sana to'kilib tushadi" deb kasal holatidami bir sabab qilishga buyurgan. Albatta Alloh taolo Hazrat Maryamga sababsiz rizq berishga qodir, ammo Alloh taolo ojiz holatida bo'lsa-mu bir sabab qilishga buyruq qilish orqali bizga sabab qilishning muhim ekanligini o'rgatmoqchi. Dinimizda sabab va tavakkulning munosabatini tushuntiradigan buning o'xshagan misollar nihoyat ko'p. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan bir sahrolik arabdan birisi kelib, "Ey Rasululloh, tugamni bog'lab qo'yib, Allohga omonat qilamdim yoki bog'lamasdan Allohga omonat demdim" deganda, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam tugangni bog'lab qo'yib, undan keyin Allohga omonat qilsa degan. Rasulullohning hamrohlari bo'lgan sahobalarmi tavakkul qilishni eng yaxshi shaklda tushungan bo'lib, Umar roziyallohu anhu bir kuni masjidga kirgan vaqtida masjiddan chiqmay yetib olgan bir bo'lak kishilarni ko'rib, "Sizlar nima qildiga odam?" deb so'ragan vaqtida, "Biz Allohga tavakkul qilguvchilar" deb javob bergan. Umar roziyallohu anhu ularga, "Sizlar Allohga tavakkul qilguvchilar emas, balki tayyortab kishilar ekansizlar" deb masjiddan ularni chiqarib etgan. Demak, sabab qilmaslik, tirishmaslik, kelgusi haqida o'ylanmaslik, tafakkur qilmaslik hech qachon tavakkul emas va din emas.